Diqqat, tezkor xabar. Nijniy Novgorod viloyatida 2 nafar Markaziy Osiyolik otib o'ldirildi. Ular terrorchilik hujumida ayblanmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya FSBsi Nijniy Novgorod viloyatida neft-kimyo zavodlaridan birida sodir etilgan teraktning oldini olgani haqida xabar bermoqda. Terakt Ukraina vakillarining buyrug'i bilan Markaziy Osiyodan 2 kishi uyushtirmoqchi bo'lganini iddao qilingan. Ukraina kuratorining ko'rsatmasi bo'yicha chet el fuqarolari mintaqadagi neft-kimyo sanoat korxonalaridan birida qo'poruvchilik va terrorchilik harakatini amalga oshirish uchun uy qurilishi, portlovchi moslamalar bo'lgan. FPV dronlari qo'lga olishgan. Hibsga olish chog'ida ular qurolli qarshilik ko'rsatgandan so'ng javob o'qlari bilan zararlantirildi, deyiladi FSB xabarida. Voqea sodir bo'lgan joyda xavfsizlik kuchlari chet elda ishlab chiqarilgan portlovchi kalaklari bo'lgan 2 dron, Kalashnikov avtomati va Makarov to'pponchasi topilgan. Jinoyatchilarning telefonlarida kurator bilan yozishmalar topildi. Bunda qo'poruvchilik va terrorchilik akti tayyorlangani, shuningdek qurol-yarog' va o'qotar qurollar saqlanadigan joy koordinatorlari ko'rsatilgan, deyiladi mamlakat xavfsizlik xizmatining jamoatchilik bilan aloqador markazi xabarida. Diversiyaga tayyorgarlik ko'rish fakti bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. FSB taqdim qilgan videoda muhojirlarning aniq belgilari ham, ularning qurolli qarshilik ko'rsatgani ham aniq ko'rilmagan. Tahririyat haqiqatni ochish maqsadida Nijniy Novgorodda mazkur xodimlarni tanigan, ular bilan birga ishlaganlardan xabar kutib qoladi.